Yangiobod bozorini obzor qilamiz. Bu bozorda mendan boshqa hamma yoqda topsangiz bo'lar ekan. Tanga kerakmi sizga, bolt kerakmi, disk kerakmi, nima kerak bo'ladigan bo'lsa Yangiobod bozoriga kelaverar ekansiz. Даже bo'rini, burni, lapasi hamma yo'q bor ekan. Osmonda samolyoti ham bor ekan o'rtoqlar. To'tiqushlar qatoriga kirib qoldik. Shunaqa zo'r to'tiqushlar bor ekan. Orada Luizani to'tiqushni ham ko'rib qoldim. Gapirar ekan даже bor-ku. Rosa sotib olmoqchi bo'ldim, lekin qo'rqdim. Narxi ham qo'rqitadigan narxda ekan. 1,5 ming dollar ekan. Qarab turishni qaranglar. Keyin quyon ko'rib qoldim. 33 ta quyon boqqanman o'rtoqlar. 33 ta shirinchaligini qaranglar bu quyonni. Voy! Mana bu yerda mushuklar qatoriga kirib qoldik. Uxlashni qaranglar. U yoqdan chiqib, keyin eski narsalar sotiladigan joyga kirdik. Hamma yo'q bor ekan bor-ku o'rtoqlar. Yo'q narsani o'zi yo'q. Ayiqda terisidan tortib, tarixiy nima kerak bo'lsa hammasini topsa bo'lar ekan. Menga bilasizlar, tarixiy joylar yoqadi. Men bu yoqda ko'rib mazza qildim. Bitta sirli joyini ko'rib, jinni bo'lib qoldim o'rtoqlar. Narniyani O'zbekistonda borligini bilarmidingiz? Mana o'sha joy. Narniya saltanati degan kinoni ko'rganmizda o'rtoqlar, shkafda u tomonda boshqa dunyo bo'ladi-yu, men ham shu dunyo ichidagi dunyoni topib oldim. Ichida ayiq bor ekan, qo'rqib ketdim, lekin o'yinchoqlar bor ekan. Shunaqa ko'p ayiqlar bor ekan. Sovet paytida любой narsani topsa bo'lar ekan. Sayqallangan toshdan tortib tabiiy minerallargacha, hattoki men chig'anoq eshitib ko'rdim. Ashula aytyapti. Alisa multfilmidagi quyon soatini ham ko'rdim, kompas ham ko'rdim, mana bitta skelet ham ko'rdim, boru eski sovet paytidagi fotoapparatlargacha ko'rdim, boru Vyetnamlarda qalpog'ini ham topib oldim. Keyin bo'lsa mana bitta oyoq. Mana Yangiobodni kezib tashladik, bozorni obzor qilib chiqdim. Endi qaysi lokatsiyaga borib obzor qilib ko'ring. Kommentariyada yozib ketinglar. Faqat Toshkentda bo'lsin.